Eng dаңlıq yazğıcı Rossiya Ali Aqso'nkilardan kelib chiqqan, ömrünün axırida xuddi lalma ishidek namsiz bekatda to'nglab o'lib qolgan. 1910-yili kech kuz kechasi 82 yoshli Tolstoy kona harbiy paltosini o'rab, qo'riqning yan ishkida g'appida chiqib ketgan. 11 kundan keyin uning Ostapovdagi bekatda uzun o'rindiqda to'nglab o'lib qolganligini bayqalgan. U jon uzish oldida eng oxirgi bir jumla so'zi "Uni kirgizmang, ayolimni menga yaqinlashtirmang" degan. Tolstoy Rossiyadagi Ali Aqso'nk oilasida tug'ilgan bo'lib, qo'riqi cho'ngliqidan chakarlargacha ot minib berib derizni yipishga to'g'ri keladi. 16 yoshga kirganda uning kiyim ishkabi badan o'lchamiga mos keladigan 43 yurish kostyum burulka esilgan. Har kuni yaqti-yangi kiyim almashtiradigan bo'lib, tipik boyvachcha edi. U qimar o'ynab, o'g'lab, balet o'ynab, bir kechada bir kanatning yillik kirmini futurib etadi. Biroq u mushundaq yashagan sari ko'ngli bargan sari qo'pquruq bo'lib qolgan. Yeziqchilikni boshlagandila ondan nijotkorni tutib olgandek bo'lgan. Balalik chaqlardan tortib urush va tinchlikcha bo'lgan Anna Karenina nomli kitobga u qadam-qadam butun dunyoning diqqatini tortgan. Mundaqla deb qo'ygan bir jumla so'zdan bugun ozroq kam qolganligini cho'qing'uvchilari kundalik xotirasiga ratlik xotirlab olgan. 30 necha yoshga kirganda u kutubxonasida maqola yozayotganda deriza sirtidan dehqonlarning bug'doy o'rayotgan to'g'ligan ovozi anglandi. Ishini ittirib chiqib, u bir homildor dehqon ayolning etis qirda tizilib bug'doy bashaqlarini birtal-birtaldan terayotganligini ko'rdi. G'o'jidarning berib uni ayblashi uning yurgiga bir pichoq sanjalgandek bo'ldi. U yozgan muhabbat, hayotning akmiyati to'g'risidagi chiroyli jumlalar boshdan oxiri Aqso'nklarning o'z-o'zidan ta'sirlanishimi haqiqiy uzilish 1875-yildan boshlangan. Shu yili u 47 yoshda bo'lib, dehqon bolalarning maktabini remont qilish uchun o'zi limga yamishib chiqib o'gziga yotqizgan ipak jilitiga mix qiqilib yirtilib ketgan paxta talasi o'rib etilgan. Uningga yana bir necha tal oltin ipak yeb yuvilgan. Qo'rsqi to'ymaydigan to'van qatlam fuqarolarni o'ylab qalbidagi xijillik va qat'iylik talto'kis portilgan. Shu kuni uyga qaytganda u saranglarcha barliq chiroyli kiyimlarini ko'ydirib etib, dehqonlarning mata kiyimlarini kiygan. U chakarlari bilan billa qora ko'rich o'mchi ichishga boshlagan. Xotini Sofiya naq maydonda ko'mish qachoq uchilarini chiqib, "Lev o'zingning graf ekanligini unutib qoldingmi? O'g'limiz yana ofitserdagi maktabga bordi" deb varqirgan. Bu maydon tirkishish jangi 20 yil davomlashgan. Tolstoy nomidagi 20 ming modin ortiq yerning hammasini dehqonlarga bo'lib bergan. Biroq yerga erishgan kishilarning yanla ocharchilik ichida jon talashayotganligini bayqadi. U yozgan Tirilish nomli asarning nashr bejining hammasini fuqarolarni qutqizish o'rindikilarga iona qilmoqchi bo'ldi. Sofiya zaharning qutisini ko'krigiga terab turib, mediriltib sinab baqdi. U bolalarning bolka puli, ularni ko'chaga chiqib tilamchilik qilsin demsan. Bir qitim u yang ichiga bir necha parcha bolkini yo'shirib qo'yib, Namratlar mahallasiga ilib bormoqchi bo'ldi. Darvozadan chiqmay turibla xo'jidar uni to'sib oldi. Shu kuni yarim kechida u Sofiyaning karvati oldida tizilib o'ltirdi. 1910-yili 11-oyning 10-kuni yarim kechigacha 82 yoshli Tolstoy buningga chiday olmay, g'uva chiroq nuri ostida titrab turib, qo'liga o'lim xatini yozdi. "Men endi kiyim-kechak, yemak-ichmakdan g'am qilmaydigan saqtipaz bo'la olmayman." Ondan u qochqinga o'xshash harvikashning kona paltosini kiyib, ay yo'riqidan foydalanib bir umr turgan qo'riqidan qochib chiqdi. Ostapov bektida qizitmasi uni Ponket boshliqining dejurni xonasidagi uzun o'rindiqda yotqizib, hoshini yo'qotdi. Yetib kelgan pop engishib turib, u ichidan majburlab mundaq degan: "Insonlarning barliq tragediyasi o'zini o'zi aldashdan kelib chiqdi." Bu so'z kutubxonadan kelgan xulosa emas, balki uning hayoti badliga kelgan. Tegi taktidan aytganda, har birimizning badinda Tolstoyning yerimi bor. Bir tarafdan o'rib odatning bo'yin turqidan qutulishini o'ylasak, yana bir tarafdan reallik tarafidan bo'g'ilib qolamiz. Amaliyotda odamning hayotida eng qiyin bo'lgani boshqalarni yengish emas, balki tun nisbi bo'lib al oyig'i besqanda o'ziga bevosita yuzlanib, aynakdagi o'ziga so'g'oqqonlik bilan qarab, qat'iylik bilan "Men turmushga aplab-saplab muomala qilmadim. Men haqiqiy va samimiy yashdim" deyalashdir.